2,5 yoshli bola xususiy bog'chada dimlanib vafot etgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Koson tumani Ushoqtepa mahallasida joylashgan xususiy bog'chada joriy yil 20-iyun kuni 2,5 yoshli Zarina Izzatullayeva vafot etgan. Marhumaning yaqinlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, bog'cha rahbari o'zi har kuni Spark avtomashinasida bolalarni uydan bog'chaga, bog'chadan uyga tashigan. O'sha kuni ham Zarina bog'chaga aynan mana shu mashinada olib ketilgan. Qizaloqning buvisiga ko'ra, o'sha paytda mashinada 7-8 nafar bola bo'lgan. Otasi Rossiyada edi, onasi bilan poliklinikaga bordik. Shifokorlar bolada hayot nishonasi yo'q edi deyishdi va uni ekspertizaga olib ketilganini aytishdi. Uyga borib kutib o'tirdik. Keyin xabar bo'lgach, ekspertizadan murdasini olib keldik. Bizga bola mashinada qolib, dimlanib qolgan deyishdi. Hozircha hech kim bizni hech qayerga chaqirmadi deydi qizaloqning buvisi. Hozircha rasmiylar tomonidan ushbu holatga munosabat bildirilmadi.